Men 17-18 bilan yurar edim. Hozir 5-9 mana analizlarim. Ko'z tegmasin. 35 kun deganga keldim. Qayerdan keldingiz? O'zingizni tanishtirib Men oling. Surxondaryo oblasti Termiz shahridan kelganman. Yoshim 60 yoshda. Men mana shu qand kasalligi bilan qiynalib 9 yil yurdim. Mana Allohga shukr 2026-yil 12 fevralda kelib men o'zimda mana shu ishonarli bolalarimga men o'zimda topshirib operatsiya qildirdim. Allohga ming qalla shukr. Men yaxshiman. Sog'ligim juda yaxshi. O'zimni yaxshi his qilyapman. Ko'z tegmasin. Kamchiligim yo'q. Sahri tushirgan dori ichyapsiz, hozir Hech ichyapsiz. qanday insulinni uyga borib 5 kun 14, 12, 10 qilib Chiqavordik insulindan. chiqib ketdim. 5 kun oldim. Zo'r, ko'z tegmasin. Boshqa dorilardan iste'mol qilganim yo'q. Davleniyam birinchi o'rinda davleniya yo'q. Normaga tushdi. Davleniyam Ko'tarilmayapti. 120 ga 80. Umuman davleniya chiqqani yo'q. Endi yana nima desam bo'ladi? Allohga ming qalla shukr. Shu bolajonlarim mana ko'pchilik vrachlarni men operatsiyaga kirayotgan kunim hammalaringni yaxshi ko'raman dedim. Shuning uchun ham sizlarni hurmat qilaman. Men sizlarga juda ham ishondim. O'zimga ishonib sizlarga topshirib mana 5-9 bilan men uyga chiqib vaqtimni xush qilib ketyapman. Mana 60 yoshdasiz, operatsiyani o'tkazdingiz. Operatsiyadan oldin 1 kun tayyorladik, tekshiruvdan o'tkazdik. Mana operatsiya o'zi qanaqa o'tdi? Shunaqa qo'rqinchli ekanmi? Operatsiya men uchun ozgina qo'rqinchli bo'ldi. Chunki men 60 yoshdaman. O'zimga ozgina ishonmay turdim, lekin vrachlar yaxshi motivatsiya berib, meni hammasi chiroyli gaplar bilan o'zimni menga yaxshi gaplarni gapirib, meni operatsiyaga 1 kun tayyorlashdi. Ertasi hech narsa ko'rmaganday chiqib, ertasi yurib ketdim. Men kechqurun yurdim joyimdan. Operatsiyadan keyin. Men ertalabgacha kutib o'tirganim yo'q. Chunki operatsiyamiz laparoskopik o'tkaziladi, shuning uchun kichik tirqishlar bo'ladi, yengil o'tadi. Yengil o'tdi. Operatsiya umuman qiynalganim yo'q. Uyga borib ham, lekin operatsiya joylarim umuman og'rigani yo'q. Bitib ketdimi hamma yer? Hamma joy kecha. Sahrda tiq tekiz bo'lmaydi deyishadi. Rost ekanmi, yolg'on ekanmi? Yo'q, rost ekan. Bu bo'lmaydigan gap ekan. U tiq tekisa bitmaydi. Bitib ketar ekanmi? Men 20 kunga bitdim yani. Ko'z tegmasin. Mana Davlat oyoqqa ham Sihat klinikasida shifo topgan 1000 ga yaqin bemorlardan biri bo'ldi. Bugungi kungacha 3000 ga yaqin operatsiya o'tkazganmiz. 3,5 yildan beri qand diabetik teshiklarni davolash operatsiyasi o'tkazilyapti. Agar sizlarda ham qand diabet bor bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar va Davlat oyoqqa va boshqa bemorlarga ushlab, sizlar ham bu darddan xalos bo'linglar. Diabetik teshiklarning davosi bor va biz buni kundan kunga isbotlashda davom etyapmiz. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar, xayr, salomat bo'ling.